Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Beamal kanali a'zolari. Bugungi mavzuyimiz eng yirik bo'lgan mavzulardan bittasi, ya'ni nerv sistemasi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bugun nerv sistemasini vazifalari, undagi hujayralar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, nerv sistemasi deganda nima hayolimizga kelishi kerak? Bilamiz, bizning orqa miyamiz va bosh miyamiz kabi qismlar bor. Nervimiz orqali tanamizga turli xil impulslar bo'lishi natijasida harakatga keladi, turli xil reflekslar paydo bo'ladi. Xo'p, nerv sistemasida asosiy ikki xil hujayra bor. Birinchisi neyron hujayralari, ikkinchisi esa neyrogliya hujayralari. Neyron hujayralari nerv sistemasining tuzilish va funksional birligi hisoblanadi. Neyrogliya hujayralar bo'ladigan bo'lsa, bular yordamchi hujayralar hisoblanadi. Endi o'ylanglar, neyrogliyaning asosiy vazifasi nima degan savol tushishi mumkin. Xo'p. Neyrogliyalar neyronlarga qaraganda bir necha 10 barobar ko'p bo'ladi. Va bundan tashqari neyrogliya hujayralar ko'payish, o'sish va bundan tashqari neyronlarning o'sishi va rivojlanishini ta'minlab beruvchi asosiy hujayralardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi neyrogliya haqida tushunchaga paydo bo'ldik. Neyron nima degani? Neyron bu aytib o'tganimdek nerv sistemasini tuzilish va funksional birligi, ya'ni asosiy hujayralardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, neyronni qaraydigan bo'lsak, 3 xil tarkibiy qismdan iborat. Birinchisi, mana bunaqa yulduz shaklida qilib qo'ygan qismi bu neyronning tana qismi deb ataladi. Mana bu uzun oq qism bo'ladigan bo'lsa, bu neyronning akson qismi hisoblanadi. Mana bu neyronning dumchalari bo'ladigan bo'lsa, bu aksonning uchki qismi hisoblanadi. Ya'ni mana bu aksonning davomi. Xo'p, endi mana bu yulduzlardagi mayda-mayda shoxchalar bo'lsa, bular dendritlar hisoblanadi. Demak, 3 xil tarkibiy qism. Neyron tanasi, neyron dendriti va neyron aksonidan tashkil topgan. Xo'p, bizda mana bu akson qism oq va mana shu oq modda miyelin moddasi deb ataladi. Miyelin moddasi oq rangli yoqsimon modda hisoblanadi va shuni hisobiga neyronning aksoni qisman oq shaklda ko'rinadi. Endi neyronlarda 1200 ta 1800 tagacha sinaps bo'ladi. Sinaps o'zi nima degani? Bir neyronning aksoni ikkinchi neyronning dendritiga yoki tana qismiga birikadi. Ya'ni bir-biriga xuddi zanjir singari birikish natijasida aligilar bog'lanadi va aligilar ko'prik bo'lganligini hisobiga nerv impulslari mana shu yerdan o'tadi. Mana bu yerda birikkandan so'ng jiz etib sinaps hosil bo'ladi va mana shu tutashish sinaps deb ataladi. Mana shu sinaps ma'nosi ham tutashish degan ma'noni anglatadi. Xo'p. Endi bizda nerv impulslari bor. Mana shu nerv impulslarining o'tishini asosiy ta'minlab beradigan suyuqlik bu mediator suyuqligi deb ataladi. Mana shu neyronning mayda oraliq qismlariga mana shu mediator suyuqligi oqib chiqadi. Mediator suyuqligi natijasida qo'zg'aluvchanlik koeffitsiyenti ortadi va nerv impulslari asta-sekin o'tishni boshlaydi. Bizda 3 xil atama ketdi. Miyelin oq rangli yoqsimon modda qayerni qoplab turadi? Neyronning akson qismini. Xo'p, mediator nima? Mediator bu qo'zg'atuvchi suyuqlik. Sinaps nima? Sinaps bir neyronning aksoni ikkinchi neyronning dendritiga yoki tana qismiga birikishi natijasida hosil bo'ladigan tutashish. Xo'p, bitta neyronda nechta sinaps bor ekan? 1200 ta 1800 tagacha sinaps bor ekan. Xo'p, bizda necha xil hujayra bor ekan? 2 xil: neyron hujayralari va neyrogliya hujayralari. Qaysi biri 10 barobar ko'p? Neyrogliya hujayralari. Qaysi biri neyronning oziqlanishini ta'minlantiradi? Nomidan ma'lum, bu neyrogliya hujayralari. Xo'p, neyron tanasining 2 xil qismi ekan. Neyronda o'zi necha xil qismlari bor? 3 xil. Birinchisi tana qismi, ikkinchisi dendrit qismi, uchinchisi esa akson qismi va qo'shimchasiga akson 3 kabi qismlari mavjud. Xo'p. Endi biz neyronlar haqida, neyrogliyalar haqida gaplashib o'tdik. Qaranglar. Bizda neyron hujayralari ham 3 xil bo'lar ekan. Birinchi neyron hujayrasi bu sezuvchi neyronlar, ikkinchisi oraliq neyronlar, ya'ni ikkinchi nomi interneyronlar ham deb ataladi. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa harakatlantiruvchi neyronlar. Xo'p, bularning asosiy farqi nimada? Sezuvchi neyronlar dendritlardan tashkil topgan. Oraliq neyronlar, ya'ni interneyronlar ikkalasidan ham dendritdan, ham aksondan tashkil topgan. Harakatlantiruvchi neyronlar bo'ladigan bo'lsa, faqat aksonlardan tuzilgan holatda bo'ladi.
Xo'p, bularning vazifasi qanday? Mana men belgilab qo'ydim. Mana bu bizning bosh miya qismimiz va mana bu bizning tanamiz. Sezuvchi neyron mana bu sezgi organlaridan hosil bo'lgan impulsni yoki signalni bosh miyaga olib beradi. Ya'ni, misol uchun qo'limizga igna kirib ketdi, to'g'rimi? Igna kirish natijasida uje bizni sezgimiz paydo bo'ladi. Voy, meni qo'limga igna kirdi degan impuls miyaga boradi. Va natijada bizni qo'limizda sodir bo'lgan hodisa miyamizga yetib boradi. Endi miyamiz buni tahlil qiladi. Mana shu miyamizga olib bergan taksi nima? Bu sezuvchi neyron. Bu neyronlar bitta taksida, ya'ni biz sezgi organlarimizdagi manzilda hosil bo'lgan qo'zg'alishlarni yoki hosil bo'lgan signalni biz bosh miyamizga olib beryapti. Bu kim? Sezuvchi neyron. Xo'p, qo'limizga zirava kirdi, miyamizga bordi. Mana bu zirava kirdi deb. Xo'p, endi miyamizda analiz bo'lyapti. Hozir qo'lingni tortib olmasang jabrlanib qolishi mumkin deydi. Mana bu miyamizdagi harakatlantiruvchi degan taksiga aytadi. Mana shu harakatlantiruvchi neyron bor sezgi organlariga bor degandan keyin mana bu miyada hosil bo'lgan impuls pastga, ya'ni sezgi organlariga borib, haligi javob reaksiyasini beradi. Ya'ni biz qo'limizga zirava kirib ketdi. Zirava kirganligini angladik. Anglaganimizga yordam bergan narsa nima? Bu sezuvchi neyron. Xo'p, ziravadan sekin qo'limizni tars tortib oldik ignalar. Nima bo'lyapti? Biz haligiga javob beryapmizmi yoki qo'limga jabr yetmasin deb turib haligidan sirasi tortib olyapmiz. Ya'ni biz unga javob reaksiyasini beryapmiz. Mana shu javob reaksiyasini bizga harakatlantiruvchi neyron ta'minlab beryapti. Xo'p, miyada, ya'ni biror bir narsani, ya'ni sezgi organlaridagi sezgini sezishga yordam beradigan narsa bu sezuvchi neyron. Haligilardan harakat, ya'ni haligiga javob reaksiyasini ta'minlab beruvchi asosiy neyron bu harakatlantiruvchi neyron hisoblanadi. Va mana shu ikkalasining orasida joylashgan qism oraliq neyron yoki interneyron deb ataladi. Xo'p, biz hozir nerv hujayralari, neyrogliyalar haqida gaplashib o'tdik. Endi nerv sistemasiga yanada chuqurroq kiramiz. Xo'p, endi biz nerv sistemasining bo'linmalari haqida gaplashib o'tamiz. Nerv sistemasi joylashuviga qarab markaziy va periferik qismlarga ajratiladi. Markaziy qism degani bu asosiy qism. Periferik degani bo'lsa bu ikkinchi darajali qism, ya'ni keyingiroq qism hisoblanadi. Xo'p, markaziy nerv sistemasiga nimalar kiradi? Bosh miya va orqa miya kiradi. Bosh miya bu bizning bosh qutimizda joylashgan, orqa miya bo'ladigan bo'lsa, orqa umurtqa pog'onamizda joylashgan miya hisoblanadi. Periferik nerv sistemasiga esa bosh miyadan chiquvchi 12 juft nerv va orqa miya qismidan chiquvchi 31 juft nervlar kiradi. Xo'p, endi nerv sistemasi vazifasiga qarab ikki xil bo'ladi. Somatik nerv sistemasi va vegetativ nerv sistemasi hisoblanadi. Somatik nerv sistemasi bu ixtiyoriy. Vegetativ nerv sistemasi bo'ladigan bo'lsa, bu ixtiyorsiz hisoblanadi. Misol uchun, somatik nerv sistemasiga sezgi organlar, muskullarimiz kiradi. Misol uchun biz bemalol qo'llarimizni, oyoqlarimizni harakat qildira olamiz. Demak, bu somatik nerv orqali boshqaradi. Ya'ni biz uni boshqara olamiz. Vegetativ nerv sistemasiga esa iltimos qilsa ham boshqarilmaydi. Misol uchun, yuragimizni tez-tez urdirib olmaymiz, sekin urdira olmaymiz yoki yuragimizni urishidan to'xtatib qo'ya olmaymiz. Ya'ni bular bizga bo'ysunmaydi. Mana shuni hisobiga vegetativ nerv sistemasi deb nom oladi va bular ixtiyorsiz bo'ladi. Endi vegetativ nerv sistemasi ikki xil bo'ladi. Simpatik va parasimpatik nerv sistemasi. Parasimpatik nerv sistemasi ovqat hazm qilish va ayrish sistemasini faoliyatini kuchaytiradi xolos. Qolgan hammasini susaytiradi. Simpatik nerv sistemasi bo'ladigan bo'lsa, ovqat hazm qilish va ayrishdan tashqari qolgan hammasini kuchaytirib beruvchi asosiy tarkibiy qism hisoblanadi. Mana bular bir-biriga teskari, lekin doimiy ravishda bir-birini to'ldirib keluvchi tarkibiy qismlar hisoblanadi. Xo'p, takrorlayman. Nerv sistemasi joylashuviga qarab necha xil ekan? Ikki xil. Markaziy va periferik. Markaziyga qaysilar kiradi? Miya qutimizdagi bosh miyamiz va ya'ni orqa umurtqa pog'onamizda joylashgan orqa miyamiz kirar ekan. Periferik nerv sistemasigacha bosh miyadan chiquvchi 12 juft nerv, ya'ni 24 ta va orqa miyadan chiquvchi 31 juft nerv, ya'ni 62 ta nerv kiradi. Xo'p, nerv sistemasi vazifasiga qarab necha xil ekan? Ikki xil. Somatik va vegetativ. Qaysi birini biz boshqara olmaymiz? Somatikni. Ularga nimalar kiradi? Muskullarimiz, sezgi organlarimiz, tayanch harakatlanish sistemasi va hokazolar. Ya'ni biz nimani ixtiyor bilan boshqara olsakki, mana shu somatik nerv sistemasi orqali amalga oshadi.
Vegetativdachi, vegetativda biz ixtiyorimizga bo'ysunmaydi. Usiz ham ular o'zini bemalol boshqara oladi. Qaysi impulslar bor? Simpatik va parasimpatik nerv impulslari bor. Va mana shu bilan nerv tizimining vazifasi yakunlanadi. Xo'p, endi biz mana bu markaziyning ichki qismiga kelamiz. Bosh miyamiz, ya'ni markaziy nerv sistemasida joylashgan bosh miya. Bosh miyamiz ikki xil tarkibiy qismdan tashkil topgan. Birinchisi yarim sharlardan va stol qismimizdan. Yarim sharlar nima? Biz yong'oqni ko'rganmiz, mana qanday holatda bo'ladi. Bizga miyamiz xuddi shu o'ng va chap yarim sharlardan tuzilgan. Va shuni hisobiga turli xil jarayonlar bizda analiz bo'ladi. Mana bu egri narsalar bular egatchalar hisoblanadi. Ya'ni miyamiz bitta xarita singari. Yong'oqda ham ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa. Mana qanday egikli shunaqa joylari bor. Va bular ham bizning miyamizda mavjud bo'lib, pushta egatchalar deb nomlanadi. Bularning asosiy vazifasi u yerda nervlar yotadi. Ya'ni nervlar qanchalik ko'p bo'lsa, insonning fikrlash salohiyati, nervlari ham shunchalik keng doirada bo'ladi. Xo'p, bizning yarim sharlarimizga o'ngcha miya yarim sharlari kiryapti. Xo'p, stol qismiga nimalar kiradi? Stol qismini oladigan bo'lsak, qanaqa? Mana bu biz orqa miya yumurta qopag'onamiz deb tasavvur qiladigan bo'lsak. Undan birinchi holatda keladigan narsa bu uzunchoq miyamiz. Uzunchoq miyamizning ustida esa miya ko'prigi yoki-da Varaliyev ko'prigi keladi. Undan keyin mana bu to'rt tepalikdan tashkil topgan o'rta miya degan qismimiz keladi. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa oraliq miya qismimiz va mana bu yerda esa miyacha degan qismimiz yotadi. Ya'ni uzunchoq miya, Varaliyev ko'prigi yoki-da miya ko'prigi, o'rta miya, oraliq miya va miyachadan tashkil topgan. Demak, miyamizning stol qismi 5 ta qismdan tuzilgan holatda bo'ladi. Miyamizning yarim sharlari bo'ladigan bo'lsa 2 xil qismdan, chap va o'ng yarim sharlardan tuzilgan. Xo'p, miya sopi. Bilamiz, ketmonlarni ko'rganmiz. Ketmonlarimizda o'zini asosiy qismi bo'ladi va sop qismi bo'ladi. Bizga miyamizda miya sopi degan qism bor va miya sopini uzunchoq miya, miya ko'prigi va o'rta miya degan qismimizdan tuziladi. Ya'ni miya sopini hosil qilishda ishtirok etgan miyaning stol qismlarini top deyish mumkin. Bularga uzunchoq miya, miya ko'prigi va o'rta miya kiradi. Mana bu biz bosh miyadan chiquvchi 12 juft nerv. Mana shu 12 juft nerv mana shu miya sopi degan qismdan chiqadi. Va mana shu bilan biz bosh miyamizni chuqurlashtirilgan qismi yakunlanadi. Takrorlab o'taman. Bosh miyaning ikki xil qismdan tuzilgan. Yarim shar va stol qismidan. Yarim sharning ikki xil qism, o'ng va chap yarim sharlardan tuzilgan. Stol qismichi 5 ta. Sanaymiz. Uzunchoq miya, miya ko'prigi, o'rta miya, oraliq miya va miyacha qismlaridan miya sopini hosil qil. Uzunchoq miya, miya ko'prigi va o'rta miya. Xo'p, miya sopida necha juft nerv chiqar ekan? 12 juft. Bosh miya joylashuviga ko'ra qanaqa? Markaziy. 12 juft nervchi, periferik. Xo'p, men o'tirib turdim va mana shu to'r boshli muskullarimni qisqarishi. Bu qaysi jarayon orqali boshqariladi? Somatik nerv sistemasi orqali. Xo'p, endi yuragimda nerv impulslarini urishdi, darajasi tezlashib ketdi yoki sekinlashib ketdi. Buni nima boshqaryapti? Vegetativ nerv sistemasi boshqaryapti. Teri mendan tez ajralyapti. Nima sababdan? Chunki vegetativ nerv sistemasi boshqaryapti. Endi tasavvur qilaylik, mashina kelayotgan paytida biz fonarni yaxshi ko'zimizga olib qochamiz. Va bu jarayon sezgi organi, ya'ni miyamizga signal bo'lyapti. "Ey, senga signal kelyapti. Ko'zingni olib qochmasang, hozir nimadir qilib qo'yasan" deydi. Va mana shu ko'zimizni bitta yumib olamiz, ya'ni ixtiyorimizga binoan ko'zimiz yumiladi, to'g'rimi? Va mana shu somatik nerv sistemasi hisoblanadi. Yoki-da kimdir kuchini ko'rsatadi, ana qilib kuchimizni ko'rsatyapmiz. Ya'ni biz ikki boshli muskulimizni qisqartiryapmiz. Va mana shu jarayon somatik orqali boshqariladi. Biz asosiy farqni tushunib olaylik. Somatik bilan vegetativga misol keladigan bo'lsa, o'ylaylar. Misol uchun ovqat hazm qilish deyapti. Tasavvur qilyapti, tezda kelyapti. Ovqat hazm qilish sistemasi somatik orqali boshqariladimi yoki vegetativmi? O'ylaylar, ovqat hazm qilishmi, ovqat yedim. Bunday qilsam hazm bo'lib keta olmaydi. Demak, u o'z-o'zi jarayon orqali boshqariladi. Ma'lum bir vaqt davomida hazm bo'ladi. Men uni boshqara olmayman. Demak, bu ixtiyorsiz ekan. Demak, bu vegetativ deymiz. Endi aytayapti, atletikachi balandlikka sakrashligi natijasida oyog'ini kengga cho'zdi. Xo'p, o'ylaylar. Kengga cho'zyapti. Ixtiyoriy o'zidan o'zi yurib ketmayapti, o'zidan o'zi sakramayapti. Demak, bu ixtiyoriy ravishda amalga oshyapti. Demak, bu somatik ekan degan fikrda o'ylashimiz kerak.
Xo'p, shu bilan nerv sistemamiz bo'linmalari yakunlandi. Endi mana bu stvol qismida yoki orqa miya qismida juda ham chuqurlashtirilgan holatda o'rganamiz va vazifalarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi bizda miyamizni joylashuviga qarab bosh miya va orqa miyaga ajratgan edik. Dastlab biz orqa miya haqida tushuncha olamiz va uning vazifalari, uning tuzilishlari va u haqida ma'lumotlarga ega bo'lib olamiz. Xo'p, orqa miyamizning anatomik joylashuvi qanday? Bizning umurtqa pog'onamiz bor, 33-34 umurtqalardan tashkil topgan. Mana shu umurtqa pog'onamizning nayida orqa miya joylashgan. Go'yoki mana bunaqa deb tasavvur qilib oladigan bo'lsak, umurtqa pog'onamiz. Mana shuni ichida bizda bunday uzun holatda orqa miyamiz joylashadi. Mana rasm holatda ko'rishimiz mumkin. Mana bu umurtqamiz. Mana bu qizilda tushgan chiziq bu bizning orqa miyamiz hisoblanadi. Xo'p, bizda orqa miyamizning uzunligi 40-45 cm keladi. Og'irligi esa 30-40 gram atrofida. Diametri bo'ladigan bo'lsa 1 cm ni tashkil qiladi. Va orqa miyamizda jami 13 milliontaga yaqin nerv hujayralari mavjud, ya'ni nerv bor degani. Xo'p, endi biz orqa miyamizda turli xil segmentlar bor. Misol uchun bo'yin segment, ko'krak, bel, dumg'azan va dum segmentlari bor. Bizda ko'krak segmentida joylashgan orqa miyamiz qorachig'imizni yorug'likka qarab kengayish yoki torayish kabi refleks holatlarini boshqarib beradi. Bizda bel segmentida joylashgan orqa miya qismimiz esa tizza refleksi. Haliga bizda tizza qopqog'iga urib turib tekshiradi, xuddi ana shu refleks boshqarilishini ta'minlab beradi. Bizning dumg'aza qismimizda joylashgan nerv segmenti bo'ladigan bo'lsa, bu siydik ajratishni boshqarib beradi. Va bundan tashqari bizni peshona qismimizda bitta siydik ajratishning ixtiyoriy markazi bor va bundan tashqari orqa miyamizning dumg'aza qismida siydik ajratishning nerv qismi joylashgan holatda bo'ladi. Xo'p, endi biz bitta nerv sistemasini ko'ndalamga kesib qaraydigan bo'lsak, markazi kulrang, atrofi esa oq modda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni markazi dendritdan, atrofi esa oqish yog'simon modda miyelindan tashkil topganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi mana bu holatda deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ya'ni bizning orqa miyamizning ma'lum bir qismi markazi kulrang, atrofi esa oq moddadan tashkil topgan. Mana bu qismni ichkariga botgan egachi degan qismi bor. Va orqa miyamizning bir juft orqa yildizi va bir juft oldingi yildizi bor va jami 4 ta yildizni tashkil qiladi. Xo'p, bizning orqa miyamizning mana bu kulrang qismida nerv hujayralari joylashadi. Mana bu oq qismida bo'ladigan bo'lsa, nerv tog'alasi joylashgan holatda bo'ladi. Mana aytib o'tganimdek, bir juft oldingi yildiz, birinchi yildiz, ikkinchi yildiz va bir juft orqa yildiz, birinchi yildiz, ikkinchi yildiz. Xo'p, bizda kulrang moddali va oq moddali qismlar bor va mana shu moddalarning ham o'zaro vazifalari bor. Misol uchun mana bu kulrang moddasini oladigan bo'lsak, kulrang moddasida oraliq va harakatlantiruvchi neyronlarning kaltagina o'simtalari bo'ladi. Va oq modda qismida bo'ladigan bo'lsa, neyronlarning uzun o'simtalari joylashadi. Xo'p, yana qisqacha takrorlaymiz. Orqa miyamiz qayerda joylashgan ekan? Umurtqa pog'onamizning nay ichida joylashgan bo'ladi. Xo'p, ko'krak segmentida qanaqa nerv bor? Ya'ni ko'z qorachig'imizni torayib yoki kengashini boshqaruvchi qism bor. Bel segmentidachi tizza qopqog'ida hosil bo'ladigan tizza refleksini boshqarib beradi. Dumg'aza qismidachi, dumg'aza qismida siydik ajratish funksiyasini bajarib beradi. Xo'p, orqa miyaning uzunligi 40-45 cm, og'irligi 30-40 gram, diametri 1 cm. Nechta hujayra bor, ya'ni nechta nerv bor? 13 millionta nerv bor. Xo'p, endi orqa miyaning qaysi qismi aksondan tuzilgan? Akson deganda miyaga urish kerak oqish modda, ya'ni tashqi qismi oqish modda, ichi esa kulrang hisoblanadi. Kulrangda nima bor? Nerv hujayrasi bor. Oqdachi nerv tolasi bor. Xo'p, nechta yildizcha bor? 4 ta. Nechtasi oldingi? 2 ta oldingi. Nechtasi orqa? 2 ta orqa yildizcha hisoblanadi. Kulrang qismida nimalar joylashadi? Oraliq va harakatlantiruvchi neyronlarning kalta o'simtalari. Oq moddasidachi neyronlarning uzun o'simtalari joylashgan holatda bo'ladi. Va mana shu bizning orqa miyamizning tuzilishi edi. Sizlar bilan bugungi nerv sistemasini nerv sistemasiga bag'ishlangan video darsligimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi qismda nerv sistemasining kasalliklari, bundan tashqari stvol va bosh miya yarim sharlaridagi markazlar haqida gaplashib o'tamiz.
Sizlar bilan Biomind kanali bo'ldi. Agarda video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta do'stlaringiz bilan ulashing. Xayr, salomat bo'ling.